Assalomu alaykum azizlar, hurmatli obunachilar, kuzatuvchilar, sog' omonmisizlar. Bizning bugungi videomiz anjir murabbosi haqida bo'ladi. Biz o'tgan videolarimizda anjirning foydali xususiyatlari haqida ma'lumot berganmiz. Yana ozroq eslatib o'taman. Mana bog'imizdagi anjir. Anjirning vatani Kichik Osiyo. U ko'p yillik daraxtsimon buta. Mevasi mayda yong'oqchalardan iborat. Ishlatiladigan qismlari mevalari va barglari. Tarkibiy qismida qand moddasi juda ko'p, ayniqsa qoqsida 78% gacha. Vitaminlar, organik moddalar, oqsillar, o'simlik fermentlari, ya'ni fitsin, amilaza, proteaza va antioksidantlar mavjud. Mana bog'dan 2 kilogramm anjirni terib kelib, yaxshilab yuvdim va ortiqcha narsalarni olib tashlab, 2 joydan vilka bilan teshib qo'ydim. Kerakli mahsulotlar: anjir mevasi 2 kilogramm, shakar 1800 gramm, limon 1 dona. Dastlab shakarni idishga solamiz va ustidan 300 ml qaynagan suv quyib aralashtiramiz va gaz plitasiga qo'yamiz. Qaynab chiqqach 5 daqiqa davomida qaynatamiz toki qiyom holiga kelguncha. So'ng anjirlarni solamiz. Qaynagach 40 daqiqa davomida past olovda qaynatamiz va hosil bo'lgan ko'piklarni olib turamiz. Qadimgi hakimlarning fikriga ko'ra, anjir odam darmonsizlanib qolganida, yuragi bezovta bo'lganida, bronxial astmada, yo'talda foydalidir. Zamonaviy tibbiyotda tromblar hosil bo'lganda, kamqonlikda va qabziyatda yengil surgi vositasi sifatida qo'llaniladi. Mana anjir murabbosi ham tayyor bo'ldi. Yoqimli ishtaha. Eslatma: anjir murabbosi qandli diabet bilan og'rigan va o'tkir me'da-ichak kasalliklariga tavsiya etilmaydi. Azizlar, kanalimizga yangi mehmon bo'lsangiz, obuna bo'ling. Like bosib, izohlarda fikrlaringizni qoldiring. Bu bilan siz bizning kamtarona mehnatimizni hisobga olib, kanalimiz ravnoqiga hissa qo'shgan bo'lasiz.